Kino filmlarning ruhiyatga bo'lgan ta'siri. Avtori Muhammad Ali Navvab. Tarjima qilguvchi Shabnam. Kino film va ko'p qismliq nachar televiziya teatrlarining eng cho'ng ta'sirlaridan biri botinni chiroyli ko'rsatish, huzurlanish, go'zal ko'rsatish, darhol ro'yobga chiqadigan qiziqish, umumlashgan baxt qarishi, erkinlik va uningdan boshqa yaxshi ko'rilmaydigan atalg'ularni o'ttirg'a chiqarib, tomoshabinlarga chiroyli shaklda sunish bo'lsa, buning qarshisida haqni to'limi zerikishlik, qiyinchilikqa to'lgan, ko'p musibatlarga yo'liqtiradigan qilib ko'rsatish, uningdan keyin ssenaristlarning insobi kelib qolsa, film oxirida o'tkazgan xatolik va jinoyatga qarta ozroq jazolash bergan qisqa ko'rinishlarni berib qo'ydi. Bularning ko'pinchisi jinoyatlarga munosib emas albatta. Demak, haq yo'lini tutib manganlarga yuzaki baxt, saodat va sunniy yordam berib qo'ydi xolos. Aytib baqsanglarchi, orqama-orqa botil ko'rinishlarni qisqagina dunyo huzuri uchun g'amkin, qalbi inkor qiladigan, zirkishlik haqdan g'olib qilib ko'rsatib, film oxirida haq va botilning natijasini bir necha minutda oxirlashtirdi. Ondan o'zining xatoliklarning oqibatidan ogohlantiradigan, haq yo'ldagilarning yaxshi oqibatga erishadiganligini ifodalaydigan bir ssenariy sunganligiga ishonishimni talab qiladi. Bularning hammasi botilga da'vat qilish hamda kishilarni shunga moyil qilish bo'lib, ssenaristning yoki rejissyorning qasddan qilishi yoki bilmay qilishi o'tirisida hech bir farq yo'qdir. Har qanday yomonlikni suratga olishda uning qorong'u taraflarini, dard alamlarini, shu yomonlikdan kelib chiqqan intiqom, qo'rqinch va yomon oqibatlarni butun film tugagicha hamroh qilish, oson erishgan boyliqlar, tirishmasdan utuq qozonish, jafo tortmasdan yuqoriga o'rlashlarni hamroh qilgandan afzal bo'lsa kerak. Bugungi kundagi ko'pincha kino filmlar xatoliklarning oqibatini hikoyaning oxirida qisqagina suratga olish orqali yomon ishlarni xuddi yaxshi ishlardek tasvirlaydi. Xatolik o'tkazuvchini majbur bo'lib qolgan yoki boshqalarning uning zulm qilganlik sababidan bo'lgan deb oqlaydi. Yoki sizni u mengayotgan xato yo'lning aslida to'g'ri ekanligiga ishontirmoqchi bo'ladi. Bu orqali sizni yomonlikdan yerginish ruhini o'ldirib, yomonlik qiling yoki qilmang, sizni yomon ishlarni qabul qiladigan qilib tayyorlamoqchi bo'ladi. O'g'irlik, qotillik yoki boshqalarga tajovuz qilish degandek yomon ishlarni bevosita qilmagan taqdirdami, faqat ularni qabul qildirish orqali sizning axloqingizni buzishga urinishlari amalga oshganda, ular maqsadiga yetgan bo'ladi. Fosiq askilarning maqsadi sizni yomon ishlarni cho'qim qildirish emas, faqat undaq ishlarni ko'proq ko'rib qabul qiladigan, gunoh sanamaydigan holatga elib kelish. Ondan sizdan keyin sizdek yaxshi ta'lim olmagan, axloq qimmat qarshi sizdek yaxshi tiklanmagan avlodlarning bundaq ishlarga moyil bo'lishini taxima oson qilishdir. Bu orqali bo'lishidan keyingi avlodlarning yomon ishlarni qabul qilishi va moyil bo'lishi taxima oson bo'ladi. Aslida kino filmlarining ta'siri bevosita bo'lmasdan uzun muddatlik maqsadga yetish uchun bo'ladi. Buningga yoshlar orasida nihoyat moda bo'lgan Money Heist Professor degan kinoni misol keltirib boqaylik. Bu vaqaliklari o'zgacha hikoya shaklida yozilgan afsona bo'lib, filmda g'alati uslubdagi intayin aqlli bir erning Markaziy bankini o'g'irlashga nihoyat inchiklik bilan plan tuzganligi, o'g'irlik qilayotganda yuz berish ehtimoli bo'lgan har qanday ishlarga puxta tayyorlik qilishi, kasbiy o'g'irlardan bir guruhni tashkillab planlashi, naq maydonda qo'mondonlik qilishi, soqchilar bilan o'g'irlar o'tirisidagi dialoglar va jiddiy harakatlar, professor o'ylab boqmagan ishlarning yuz berishi deganlar so'zlanadi. Film o'g'irlarning nihoyat ko'p boyliqlar bilan qochib ketib, soqchilarning 4 rolini elishi bilan tugaydi. Bu filmni ko'rguchi o'zining jamiyat omonligini qo'g'dug'uchi soqchilarga qarshi o'g'irlarga yordam berayotganligini, davlatning boyliqlarini o'g'irlab bo'layotganda ular bilan billa havaslanib ketayotganligini o'ylab boqdimi? Buningdan boshqa misollar nihoyatmi ko'p. Filmlarda jinoyatchining tabiatini qabul qildirish va ko'pchilikning hissdoshligi, moyilligini qo'zg'ash orqali uni hech qanday odamga ziyon yetkazmaydigan, o'g'irlik harakatidan hech kim ziyon tortmaydigan,
odam o'ldirish yoki birarsining melini bo'lash deganlarni qat'iy o'ylab boqmagan, axloqliq, esil, prinsipchan bir qilib ko'rsatish kerak. Buradagi filmda deyilgandek, biz pulimizni o'zimiz besib, hech bir odamni o'g'irlamay yo'lga chiqamiz. Go'yoki ular o'g'irlik qilish orqali o'zlarining huquqlarini yoki tortib olingan mulkini qaytarib olmoqchidek. Ularning o'g'irligi iqtisodga hech ta'sir yetkazmaydigandek ko'rsatadi. Bundan boshqa kinoning boylik tepishini bir necha kunda erishkili bo'ladigan jarayon qilib ko'rsatishi, amaliyotda sizga boshlang'uchdan boshlab oliy maktabgacha o'qib, qumdanchisidek boylikqa erishish uchun umr bo'yi ishlashingiz kerakligidan xabar beradi. Men mushundaq jinoiy ishlarni bu jalbkor qilibdi kino qilib tarqitishda yoshlar qandoq o'ylaydigando deb qolaman. Hayoti har tarafdan parchalangan, puli yo'q, maktab bitirganlik shahodati yo'q, oilasi yo'q, hech bir tayanchi yo'q yoshning shundoq katta boylikqa erishish yo'lining osonligini, hech bir ziyonga uchramasdan o yo'ldan qutula oladiganligini ko'rgandan keyingi hissiyoti, o'y fikr qandoq bo'ldiganda deb so'rab qolaman. Yuqorqi filmda biror artist o'lib ketsa, ko'rguvchilar uning bir o'g'ri, jinoyatchi ekanligini unutib, xuddi uni qo'g'dash ularning burchidek yoki u bir sharafli ish qilib o'lgandek ta'sirlanib ketadi. Bunda xatoliklar orqa qahramon shaklda qo'yilsa va jamiyatga tarqalsa, bu jamiyat amonligini buzish va jinoyat dunyosini qurib chiqishdan boshqa narsa emasdir. Shundaqla yuzlarcha axloq filmlari barpo qilgan qimmat qarashlarni birdamdila buzib tashlaydi. Buningga bir qancha misol keltirib boqaylik. Bir to'p o'g'irlar bankaga besib kirib, o'g'irlikni planlaganda o'zlarining pulga ehtiyojli ekanligini, bankaning qonunsiz pul muomala ishlari bilan shug'ullanganligini sabab ko'rsatib, o'zlarini shu pulga haqliq deb aqlaydi. Bir odam boshqalarni o'ldirib, qotilligining sababini qonun elib bermagan so'ygunning intiqomini o'z qo'li bilan olganlik bilan oqlamoqchi bo'ladi. Ma'lum bir ayol bir to'p odamni halok qiladi. Chunki uning qarashicha ular uning qizini yoki erini o'ldirib atgan. O ayol hech bir qonun yoki taraflarga tayanmasdan, balki o'z qo'li bilan intiqom oladi. Bir odamni o'ldirmasdan ko'plab odamlarni o'ldiradi hamda qilganlari uchun hech qanday jazoga tortilmaydi. Kino filmlarda bir kunlik o'y fikr, bir yillik hikoya qilinib, har qanday jinoyatlar qonunli qilib ko'rsatilib, odamlar o'ldiriladi, bulang-talang qilinadi. Buning ta'siri yil bo'yi ko'rilib turadi. Go'yoki ular insonni qotillik qilish havasi bordek, qonunli qilmasa, qonunsiz shaklda qilaverdigandek ko'rsatadi. Ba'zilar meni oshiryapti deb o'ylashi mumkin. Yana ba'zilar biz kino filmlar bilan qimmat qarashimiz o'zgarib yoki haq botilni ayira olmaydigan darajada shundoq ojizmi deyishi mumkin. Men kino filmni ko'rganlarning hammasi qurol ko'tarib o'g'irlikni planlab banka bulaydi, jinoyatchi bo'lib ketisizlar, kino film ko'rmanglar demoqchi emas. Men faqat odamlar orasida tarqalgan bir necha filmda ko'rilgan ishlardan so'zlayapman. Tomchi suning uzun muddat tomchilashi toshni parchalay olgandek, bundoq kino filmlarning tarqalish to'g'risida yaxshi o'ylab baqsaq bo'ladi. Bular jamiyat axloqi va bolalarimizning tarbiyalanishiga tahdid elib keladigan cho'ng xatar hisoblanadi. Biz odam yergindigan badchivozlik, fohishvozlik, xiyonat, yolg'onchilik degandek ishlarning boshqa bir uslubda bizga sunilib, bu orqali odamlarning undaq ishlardan nafratlanishini yengillatish, bir bo'lik kishilarning shu ishlar bilan shug'ullanishiga yo'l hozirlash, ularni qilmagan taqdirdami faqat davomli shaklda ko'zga ko'rsatish orqali qalbga yaqin qilish degandek maqsadlarga yetish kerakligini bilishimiz lozim. Yomon ishlarga ko'nib qilishdan asta muboh ishlar qatoridan sanab qabul qilish kelib chiqadi. Undaq ishlarni qabul qilganlik imonning eng tuvan bosqichi bo'lgan qalbning inkor qilish bosqichini yo'qotib, yomon ishlarni qilishga yo'l hozirlaydi. Qilg'uvchilar bu avlodlarda oz bo'lsa-mu, keyingi avlodlarda bara-bara ko'payib ketadi. Ulug' Alloh hammamizni zamonning fitnasidan saqlasin.